Umida Furkatovnaning yuzlarini razbor qilamiz. Hammaga dangalligi bilan yoqadigan ushbu bloger shamizning yuzi aslida qanaqa? Kelinglar boshlaymiz. Umini yuzini kachествоsi juda ham zo'r o'zi, lekin Umini eng yoqtirgan narsasi sarvinoz oqartiradigan narsa bering dedi. Faqat shunaqa narsa deydi. Ya'ni oqartishini, yuzini tiniqlashini juda ham xohlaydi. O'zi bilmadim yana nimaga, chunki yuzi haqiqatan o'zi oq va yaxshi. Umidaning yuzi agressiv vositalarni ham normada qabul qiladi. Ya'ni turli xil kislotlar, pil vositalarini juda ham zo'r oladi. Bunga o'zim ham hayron qolaman. Oxirgi vaqtlarda esa needle shotlar, tikonchali kremlar aynan sanchiladigan narsalar u kishiga juda ham yoqadigan bo'lgan. Umidaning yuzlarida bittagi muammo Umidaning uyqusizligi sabab, ya'ni noto'g'ri uyqu bo'lganligi uchun ularning yuzida ozroqgina vaqt-vaqtdan osilish kuzatiladi yoki otyoqlar kuzatiladi. Shuni hisobga olgan holatda ko'proq ninachali yoki bo'lmasa aktivli ingrediyentli vositalarni ko'proq beraman. Sababi uyqusi yomon qizlar, to'g'ri eshitinglar va to'g'ri qabul qilinglar. Yuzga uyquning ta'siri juda katta va buni men juda ko'p aytaman. Iltimos, Umid ertaroq uxlang, sarvinoz bo'lmaydi, menga mahsulot bering, bo'ldi deydilar. Shuning uchun biz hozirda shunaqa mahsulotlar ishlatamiz. Hozirda Umid ishlatadigan mahsulotlari mana shular. Xo'sh, sizning yuzingizda qanaqa muammo bor? Agar yozib